$500 ga Cobalt avtomobiliga nima navrotli qilsa bo'ladi deb so'raganlar uchun mana shu Cobaltni taklif qila olamiz. Qilingan ishdan ko'rsatib obzor qilib beramiz. Xo'p, birinchi navbatda Malibu 2 rul originalidan o'rnatib berganmiz. Cruise kontrollar aktiv bo'lgan, dальний signal, multimedialar hammasi programma qilib ulab ishlatilgan. Podsvetkalarga ahamiyat berasiz, birizoviy qilib berganmiz. Bundan keyin Malibu 2 bar Xitoyga yaxshi o'rnatilgan, ruchnoy tormozda original ovozsiz o'rnatilgan, absolyutni ovozsiz ishlab beradi xudo xolisa. Podsvetkalarga ahamiyat berasiz, birizoviy qilingan. Zaryadkalari, primer chaklari hammasi komplekt bo'ladi. Bitta knopkasigacha даже bagaj ochishni ham ulab ishlatib qo'yganmiz. Original rul, bar Xitoyga ruchnoy tormozlari original, ustunovka garantiya. Bundan keyin original vatan start stoplarni ham o'rnatib berganmiz. Bu ham garantiyali bo'ladi. O'zini shtatniy pultiga avtozapusk, yopgan oyna yopadigan qilib berganmiz. Hamda polniy salon laminatsiya qilib berganmiz. Kardinal anaqa premium chexollarni ustunovkasini ham qilib qo'yganmiz. Xizmatlar qiziq